Nima qilyapsiz? Olib keling, mana mana shu yerga ko'rsatdim. Bu o'zi rossiyskiy stanичница, ichida dorisi bor. Ishmasligi uchun o'zi maxsus bo'lgan. Bunga germetikga surkilgan sababi tagiga bitta minani 3chalik kirib ketsa ham, misol ishadi. Har qanaqangi narsa, tosh bo'lmasa ham. Xullas gaz tagiga ham qilganmiz, o'zi doim qilamiz, bitta eslatib o'tyapmiz. Mana vitish kelgan. Bu yerga havo borganda har qanday kesilgan narsaga germetik qilib qo'yish kerak. Lekin chiqaveradi. Bu oynaklarimiz sal uzoqdan ko'rsatasiz, bu yerga qo'yiladi. Choy, tuz idishlar qo'yiladi. Qaynonga oynalarda. Narigi burchakka ham shunaqa bo'ladi. Xullas 4 minutlik ko'pirligimiz примерно sizlar uchun qanchaga bityapti? Kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bitganini ko'rsatamiz.